Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men pensionerlar uchun juda muhim masalani tushuntirib beraman. 2026 yilda ayrim to'lovlarni pensionerlar umuman to'lamasliklari yoki ancha kamaytirilgan tartibda to'lashlari mumkin. Bu ma'lumot har bir nafaqadorga, nafaqaga chiqish arafasida turgan insonlarga va ota-onasining hujjatlarini yuritib beradigan farzandlarga bevosita tegishli. Chunki ko'pchilik imtiyozi borligini bilmagani uchun yillar davomida ortiqcha pul to'lab yuradi. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki men qaysi to'lovlarda imtiyoz bo'lishi mumkin, kimlar ehtiyot bo'lishi kerak, qaysi holatda imtiyoz bekor bo'lishi mumkin va amalda nima qilish kerakligini aniq qilib tushuntiraman. Kanalga hozirroq obuna bo'ling, like bosing, chunki bunday ma'lumotlar o'z vaqtida eshitilsa, pulingiz ham, asabingiz ham tejab qolinadi. Men amaliyotda juda ko'p ko'rgan holat shuki, pensioner odam uy-joy solig'i, yer solig'i, kommunal xizmatlar, ayrim davlat bojlari yoki turli majburiy to'lovlar bo'yicha imtiyoz bor yo'qligini aniq bilmaydi. Natijada unga kvitansiya keladi. U esa davlatdan keldi, demak to'lashim kerak deb o'ylaydi. Aslida esa ayrim to'lovlar bo'yicha pensionerlar uchun yengilliklar mavjud bo'lishi mumkin. Lekin bu yengillik avtomatik qo'llanmasligi ham mumkin. Ya'ni siz pensioner bo'lganingizning o'zi yetarli emas. Ba'zan soliq organi, mahalla, kommunal tashkilot yoki xizmat ko'rsatuvchi idora sizning maqomingizni hujjat asosida ko'rish kerak bo'ladi. Oldin qanday edi? Oldin ko'p narsa qog'oz hujjatga bog'liq edi. Pensionerlik guvohnomasi, pasport nusxasi, kadastr hujjati, ariza olib borilardi. Kimdir topshirgan, kimdir topshirmagan, kimdir bir marta ariza bergan, keyin uyi boshqa nomga o'tgan, lekin imtiyozni qayta rasmiylashtirmagan. Kimdir esa imtiyoz faqat urush qatnashchisi yoki nogironligi bo'lgan shaxs uchun deb o'ylab, oddiy yoshga doir pensioner sifatida murojaat qilmagan. Hozir esa raqamlashtirish kuchaygan. Ko'p ma'lumotlar elektron bazalarda ko'rinadi, lekin bu hamma narsa avtomatik to'g'ri ishlaydi degani emas. Ayniqsa 2026 yilga borib hisob-kitoblar, elektron kvitansiyalar, shaxsiy kabinetlar, mobil ilovalar orqali qarzdorlik ko'rinishi yanada odatiy holga aylanadi. Shuning uchun pensionerlar o'z nomidagi mol-mulk, yer, xizmat shartnomalari va imtiyozlar holatini oldindan tekshirib qo'yishlari kerak. Asosiy masala shundan iborat. Pensionerga kvitansiya kelgani bilan bu kvitansiya har doim ham yakuniy va to'g'ri hisoblangan degani emas. Men sizga doim shuni aytaman. Avval tekshiring, keyin to'lang. Chunki ortiqcha to'langan pulni qaytarib olish mumkin bo'lsa ham, bu vaqt, hujjat va asab talab qiladi. Eng to'g'ri yo'l esa 2026 yil boshlanishidan oldin yoki yil boshida imtiyozlaringizni aniqlashtirib olishdir. Birinchi navbatda yoshga doir pensiya olayotgan fuqarolar o'z nomidagi uy-joy va yer bo'yicha soliq holatini tekshirishi kerak. Ko'pincha pensionerlar mening bitta uyim bor, o'zim yashayman, pensiyadamiz nega soliq keladi deb hayron bo'lishadi. Sababi shundaki, imtiyoz har doim butun mulkka emas, ayrim hollarda faqat ma'lum maydonga, faqat bitta obyektga yoki faqat pensionerning o'z nomidagi mulkka nisbatan qo'llanadi. Masalan, pensioner otaning nomida 2 kvadrat metrli xonadon bor. Qonun va mahalliy tartiblarga ko'ra imtiyoz ma'lum chegara doirasida qo'llansa, butun xonadon emas, faqat belgilangan qism imtiyozga tushishi. Ortiqcha qism uchun soliq hisoblanishi mumkin. Shuning uchun pensionerman umuman soliq bo'lmasligi kerak deb o'ylash har doim to'g'ri emas. Ikkinchi holat. Pensionerning nomida ikkita uy yoki bitta uy va bitta dala hovli bo'lsa, mana shu yerda ko'p xatolar bo'ladi. Masalan, Toshkentda yashaydigan altaki yoshli onaxonning nomida o'zi yashaydigan 2 xonali kvartira bor. Bundan tashqari, viloyatda ota-onasidan qolgan eski hovli ham uning nomiga rasmiylashtirilgan. Onaxon men pensionerman deb ikkala obyekt bo'yicha ham to'lovdan ozodman deb o'ylashi mumkin. Lekin amalda imtiyoz faqat bitta asosiy turar joyga yoki qonunda ko'rsatilgan shartlar doirasidagi mulkka qo'llanishi mumkin. Ikkinchi obyekt bo'yicha to'lov chiqsa, bu noqonuniy degani emas. Shuning uchun bir nechta mulk egasi bo'lgan pensionerlar albatta soliq organidan qaysi obyektga imtiyoz qo'llanayotganini aniqlashtirish kerak. Uchinchi holat, mulk pensionerning nomida emas, lekin pensioner u yerda yashaydi. Masalan, uy o'g'ilning nomida, otasi esa shu uyda yashaydi va pensiya oladi. Ota men pensionerman, demak uy solig'i bo'lmasligi kerak deb o'ylaydi. Lekin soliq huquqida odatda to'lov majburiyati mulk egasiga bog'lanadi. Agar mulk egasi o'g'il bo'lsa, imtiyoz otaning
pensionerligi asosida avtomatik qo'llanmasligi mumkin. Bu juda muhim. Ko'p oilalarda uy farzand nomiga o'tkazilgan bo'ladi. Lekin kommunal to'lovlarni va soliqlarni ota-ona to'laydi. Bunday vaziyatda imtiyozdan foydalanish uchun mulk egasi kimligi, pensioner kimligi va qonuniy asos qandayligi alohida tekshiriladi. 4-holat. Yolg'iz yashovchi pensionerlar. Ayrim imtiyozlar aynan yolg'iz pensioner. İjtimoiy himoyaga muhtoj shaxs, nogironligi bo'lgan pensioner bo'g'uvchisini yo'qotgan yoki kam ta'minlangan oiladagi pensionerlar uchun alohida tartibda berilishi mumkin. Masalan, 75 yoshli amaki yolg'iz yashaydi. Farzandlari boshqa viloyatda, daromadi faqat pensiya. U kommunal xizmatlar bo'yicha qarzdorlikka tushib qolgan. Bunday vaziyatda u darhol qarzni to'lashga shoshilmasdan avvalo mahallaga, ijtimoiy himoya bo'limiga, kommunal tashkilotga murojaat qilib, subsidiya, kompensatsiya yoki yordam mexanizmlari bor yo'qligini tekshirtirishi kerak. Chunki ayrim yordamlar faqat ariza bilan beriladi. Hech kim uyma-uy yurib sizga imtiyoz bor ekan deb aytmasligi mumkin. 5-holat nogironligi bo'lgan pensionerlar. Agar pensioner bir vaqtning o'zida nogironligi bo'lgan shaxs bo'lsa, uning imtiyozlari oddiy yoshga doir pensionernikidan kengroq bo'lishi mumkin. Bu yerda pensionerlik guvohnomasi bilan birga nogironlikni tasdiqlovchi hujjatlar ham muhim. Masalan, bu ikki guruh nogironligi bo'lgan pensioner ayolning nomida kichik hovli bor. U yer solig'i yoki mol mulk solig'i bo'yicha yengillikka ega bo'lishi mumkin, lekin soliq bazasida uning nogironlik maqomi yangilanmagan bo'lsa, unga to'liq hisob-kitob kelishi ehtimoli bor. Shu sababli maqom o'zgarganda, hujjat muddati uzaytirilganda yoki yangi guvohnoma berilganda tegishli idoralarga ma'lumot yetib borganini tekshirish kerak. Keling, raqamli misol qilaman. Deylik, pensionerning 1 yillik mol mulk solig'i 400 ming so'm deb hisoblangan. Agar unga imtiyoz qo'llansa va soliq bazasining katta qismi kamaytirilsa, real to'lov 470 ming emas, 20 ming yoki umuman nar bo'lishi mumkin. Bu faqat misol, aniq summa uy maydoni kadastr qiymati hudud va amaldagi stavkaga bog'liq. Lekin farqni ko'ryapsizmi? Bitta tekshiruv bilan yiliga bir necha 100 ming so'm tejalishi mumkin. Agar bu xatolik 3 yil davom etsa, pensioner 1 million so'mdan ortiq pulni ortiqcha to'lab qo'ygan bo'lishi mumkin. Yana bir misol. Pensioner onaxon kommunal xizmatlar uchun har oy 6 ming so'm atrofida to'laydi. Qishda gaz va elektr ko'payib, to'lov 900 ming so'mgacha chiqadi. Agar u ijtimoiy himoya ro'yxatlarida bo'lsa yoki subsidiya olish huquqiga ega bo'lsa, ayrim mavsumiy kompensatsiyalar, moddiy yordam yoki manziliy yordam mexanizmlari orqali yuki kamayishi mumkin. Lekin bu yerda ham asosiy shart hujjat to'g'ri bo'lishi, ariza berilishi, qarzdorlik sababi tushuntirilishi va oila daromad tekshirilishi. Kimlar unchalik xavotir olmasa bo'ladi? Agar sizda mulk yo'q, uy farzandingiz nomida yer uchastkangiz yo'q, barcha to'lovlar boshqa shaxs nomida va siz faqat pensiya oluvchi sifatida yashayotgan bo'lsangiz, mol mulk va yer solig'i bo'yicha sizga bevosita qarzdorlik chiqmasligi mumkin. Lekin baribir ehtiyot bo'ling. Ba'zan eski mulk, merosdan qolgan ulush, qishloqdagi yer, garaj yoki noturar joy sizning nomingizda qolib ketgan bo'ladi. Odamlar ko'pincha u eski uy allaqachon sotilgan deydi. Lekin kadastrda hali ham eski egasi ko'rinadi. Shunda soliq ham eski egaga kelaveradi. Endi eng muhim nozik tomonlarga o'tamiz. Birinchi noziklik imtiyoz shaxsga beriladi, lekin to'lov obyektga bog'lanadi. Bu nimani anglatadi? Siz pensioner bo'lishingiz mumkin, lekin imtiyoz sizning nomingizdagi aniq uyga, aniq yerga, aniq xizmatga qo'llanadi. Agar hujjatda egasi boshqa odam bo'lsa, sizning maqomingiz yetarli bo'lmasligi mumkin. Shu sababli men shu uyda yashayman degan gap bilan bu uy mening nomimda degan huquqiy holat bir xil emas. Ikkinchi noziklik, imtiyoz hamma qarzlarni o'chirib tashlamaydi. Ba'zi pensionerlar imtiyoz bor ekan, oldingi qarzlar ham yo'q bo'lib ketadi deb o'ylaydi. Har doim ham bunday emas. Imtiyoz qachondan boshlab qo'llanishi, oldingi davr qayta hisoblanishi mumkinmi? Ariza qachon berilgan? Xato kim tomonidan bo'lgan? Bularning hammasi alohida ko'riladi. Agar siz huquqingiz borligini 2026 yilda bildingiz, lekin 2024 va 2025 yillarda to'lagan bo'lsangiz, ortiqcha to'lovni qaytarish yoki kelgusi to'lovlarga o'tkazish masalasi bo'yicha yozma murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Og'zaki gap bilan pul qaytmaydi. Uchinchi noziklik, ijara va tadbirkorlik maqsadida ishlatilayotgan mulklar. Agar pensioner o'z uyining bir qismini ijaraga bersa
noturar joyga aylantirsa yoki savdo nuqtasi sifatida ishlatsa, imtiyoz tartibi o'zgarishi mumkin. Masalan, pensioner amaki hovlisining old qismida kichik do'kon ochgan. U men pensionerman, demak yer va mol-mulk solig'i to'lamayman desa, bu noto'g'ri bo'lishi mumkin. Chunki tadbirkorlik maqsadida foydalanilayotgan qism uchun boshqa tartib qo'llanadi. Bu ayniqsa yo'l bo'yidagi hovlilar, garaj, ombor, kichik ustaxona, ijaraga berilgan xonalar bo'yicha muhim. 4-noziklik. Merosdagi ulushlar. Juda ko'p pensionerlarning nomida birin yo'qki, birin yil o'tish yoki birin beto'g'ri ulush bo'ladi. Masalan, aka ukalardan biri pensioner, uy esa 4 kishiga meros bo'lib o'tgan. Soliq kimga keladi? Har bir ulush egasiga alohida hisoblanishi mumkin yoki umumiy qarzdorlik ko'rinishida chiqishi mumkin. Bunda pensionerning ulushi bo'yicha imtiyoz qo'llanishi ehtimoli bor. Lekin boshqa ulush egalari pensioner bo'lmasa, ularning qismi bo'yicha soliq qoladi. Shuning uchun meros uylarda bizning oilada pensioner bor, demak hamma soliqdan ozod degan xulosa noto'g'ri. 5-noziklik, ro'yxatda turish va real yashash joyi. Ayrim yordamlar yashash joyi, mahalla, oilaviy holat va ro'yxatga bog'liq bo'lishi mumkin. Pensioner boshqa tumanda ro'yxatda, lekin farzandinikida yashayotgan bo'lsa, qaysi mahalla orqali yordam olishi, qaysi joydan ma'lumotnoma berilishi chalkashib ketadi. Men bunday holatda eng avval doimiy ro'yxatdagi mahalla va yashab turgan joydagi mas'ullar bilan alohida gaplashishni maslahat beraman. Chunki bitta idora sizni ro'yxatda emassiz deb qaytarishi, boshqasi esa siz bizning hududda yashamaysiz deyishi mumkin. 6-noziklik, bank komissiyalari va xizmat haqlari. Pensionerlar pensiya kartasidan pul yechayotganda, kommunal to'lov qilayotganda, ayrim xizmatlardan foydalanganda komissiya ushlab qolinishiga e'tibor berish kerak. Ba'zi bank yoki to'lov tizimlarida pensionerlar uchun alohida bepul yoki arzon tariflar bo'lishi mumkin. Ba'zilarda esa yo'q. Masalan, siz har oy kommunal xizmatlarni to'lashda endi foiz komissiya to'layapsiz. Oyiga takas 1000 so'm to'lov qilsangiz, takas 1000 so'm komissiya, yiliga do'qim 6000 so'm. Bu katta puldek ko'rinmasligi mumkin, lekin pensioner uchun har bir so'm hisobli. Agar boshqa ilova, bank kassasi yoki rasmiy to'lov kanali orqali komissiyasiz to'lash imkoniyati bo'lsa, uni tanlash kerak. 7-noziklik, firibgarlar. 2026 yilga yaqin pensionerlar endi bu to'lovni to'lamaydi. Imtiyoz rasmiylashtirib beramiz, qarzingizni o'chirib beramiz degan aldovlar ko'payishi mumkin. Hech kimga karta raqamingizni, SMS kodni, pasport ma'lumotlaringizni telefon orqali aytmang. Imtiyoz rasmiylashtirish davlat idoralarida, rasmiy portallarda yoki rasmiy qabul orqali amalga oshiriladi. Agar kimdir menga 200 ming so'm bering, soliq qarzingizni yo'q qilaman desa, bu juda katta xavf belgisi. Endi aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, o'z nomingizdagi mulklarni tekshiring. Buning uchun kadastr hujjatlarini ko'ring, eski shartnomalarni, meros hujjatlarini, uy-joy orderi yoki egalik hujjatlarini tartibga keltiring. Agar internetdan foydalana olsangiz, rasmiy elektron xizmatlar orqali mulk va soliq qarzdorligini tekshiring. Agar foydalana olmasangiz, farzandingizdan yordam so'rang yoki tuman soliq inspeksiyasiga boring. Ikkinchi qadam. Soliq organiga murojaat qiling. Men tavsiya qiladigan eng to'g'ri savol shunday: men pensionerman, mening nomimdagi qaysi obyektlarga imtiyoz qo'llangan, qaysilariga qo'llanmagan? Sababini yozma yoki elektron ko'rinishda tushuntirib bering. Aynan shunday so'rang. Faqat nega soliq chiqdi desangiz, umumiy javob olasiz. Siz esa obyekt bo'yicha, yil bo'yicha, imtiyoz bo'yicha aniq javob so'rashingiz kerak. 3-qadam, hujjatlarni tayyorlang. Odatda sizga pasport yoki ID karta, pensionerlikni tasdiqlovchi hujjat, kadastr hujjati, soliq to'lovchi identifikatsiya ma'lumotlari, agar bo'lsa nogironlik hujjati. Yolg'iz yashash yoki ijtimoiy himoyaga muhtojlikni tasdiqlovchi ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. Agar sizning nomingizda bir nechta mulk bo'lsa, har birining kadastr raqami va manzilini alohida yozib oling. 4-qadam. Arizani yozma bering. Arizada shunday mazmun bo'lsin: men yoshga doir pensiya oluvchiman. Mening nomimdagi mol-mulk va yer solig'i bo'yicha amaldagi imtiyozlarni qo'llashni, avvalgi davrlar bo'yicha hisob-kitobni qayta tekshirishni va ortiqcha hisoblangan summa bo'lsa, qayta hisoblashni so'rayman. Agar nogironlik, yolg'iz yashash yoki boshqa maqomingiz bo'lsa, uni alohida ko'rsating. Arizaga hujjatlar nusxasini ilova qiling. Eng muhimi, arizangiz qabul qilinganini tasdiqlovchi raqam yoki muhrni oling.
Beshinchi qadam, kommunal xizmatlar bo'yicha alohida tekshiring. Elektr, gaz, suv chiqindi, isitish bo'yicha shartnoma kimning nomida? Hisoblagich ko'rsatkichlari to'g'rimi? Qarzdorlik haqiqatan sizniki yoki eski egadan qolganmi? Pensionerlar ko'pincha uy sotib olganda yoki meros olganda eski qarzlarni o'z bo'yniga olib qo'yadi. Har bir kommunal tashkilotdan alohida hisob-kitob dalolatnomasini so'rang. Agar hisoblagich noto'g'ri ishlasa, dalolatnoma tuzdirmasdan turib to'lovni tan olmang. 6-qadam, mahallaga boring. Agar pensiyangiz kam, yolg'iz yashaysiz, dori-darmon xarajatingiz katta, kommunal to'lovlarni ko'tara olmayapsiz. Mahalla orqali ijtimoiy yordam, moddiy yordam, subsidiya yoki boshqa qo'llab-quvvatlash choralari bor yo'qligini so'rang. Bu uyat emas. Bu sizning huquqingiz. Men ko'p pensionerlarga aytaman. Davlat belgilagan yordamdan foydalanish tilanchilik emas. Bu qonuniy ijtimoiy himoya. 7-qadam. Har bir to'lovni tasdiqlovchi chekni saqlang. Telefon orqali to'lasangiz, elektron chekni o'chirib yubormang. Kassada to'lasangiz, qog'oz chekni alohida papkaga soling. Chunki keyin siz to'lamagansiz degan holat chiqsa, aynan chek sizni himoya qiladi. Ayniqsa pensionerlar farzandlariga yoki qo'shnisiga pul berib to'lab qo'y deganda chekni olishni unutmasin. 8-qadam. Ortiqcha to'lov bo'lsa, qaytarishni so'rang. Ba'zan soliq yoki kommunal tizimda ortiqcha to'lov hisobda turadi. Siz uni naq qaytarib olmasligingiz mumkin, lekin keyingi to'lovlarga o'tkazish mumkin. Buning uchun ham ariza kerak. O'zi avtomatik qamayadi deb kutib yurish shart emas. Hisobingizda ortiqcha pul bo'lsa, uni hujjat bilan aniqlatib oling. Xulosa shuki, 2026 yilda pensionerlar ayrim to'lovlarni to'lamasliklari yoki kamaytirilgan tartibda to'lashlari mumkin. Lekin bu huquqdan foydalanish uchun holatingizni tekshirishingiz, hujjatlaringizni tartibga keltirishingiz va kerak bo'lsa ariza berishingiz shart. Eng katta xato kvitansiya keldi deb darhol to'lash. Eng to'g'ri yo'l avval tekshirish, keyin to'lash. Uy kimning nomida, yer kimning nomida, nechta mulk bor, imtiyoz qaysi obyektga qo'llangan, qarz qaysi davrdan qolgan, bularning hammasi aniqlanishi kerak. Agar siz pensioner bo'lsangiz yoki ota-onangiz pensioner bo'lsa, bugunoq ularning soliq va kommunal hisoblarini tekshirib qo'ying. Izohlarda yozing. Sizning hududingizda pensionerlarga qaysi to'lovlar bo'yicha imtiyoz berilyapti? Sizga ortiqcha hisob-kitob kelganmi? Qayta hisoblatishga muvaffaq bo'lganmisiz? Bu ma'lumot boshqa tomoshabinlarga ham foydali bo'ladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot pensionerning bir oylik dori puli yoki kommunal xarajatini tejab qolishi mumkin.